Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. UFC'ning o'rta vazn toifasidagi sobiq chempioni Hamzat Chimayev tashkilot rahbariyatiga o'zini eslatib qo'yishga qaror qildi va oktagonga qaytish sanasi hali ham belgilanmaganidan hayronligini bildirdi. Nimani kutyapmiz? Men jang qilmoqchiman, Dana White deb yozdi Bors ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida dunyoning eng kuchli ligasi prezidentiga murojaat qilib. Joriy yilning may oyida shu paytgacha mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan rossiyalik aralash kurash ustasi chempionlik kamari uchun Shon Stricklandga qarshi jang qilib hakamlarning bahsli qarori bilan amerikalik raqibiga imkoniyatni boy bergan va chempionlik unvonidan ayrilgandi. Jangdan so'ng Chimayev zudlik bilan revansh kutayotganini bildirgan, biroq Strickland yelkasidagi jarohat tufayli joriy yilning dekabr oyigacha oktagonga qayta olmasligini aytgandi. Hamzat Chimayev 5-sentyabr kuni Moskvada bo'lib o'tadigan Rafael turnirida raqobatga qaytadi. Turnirning markaziy jangida u UFC'ning yarim o'rta vazn toifasida sobiq chempioni Tyron Woodleyga qarshi kurash bo'yicha bahs olib boradi. Bu paytda bo'lsa Jo Rogan Maxachevga Yangari bilan bo'lgan jangdan so'ng maslahat berdi. Islom Maxachev yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qilgan bo'lsa-da jangda jiddiy jarohatlar oldi. Shu bois sharhlovchi Jo Rogan rossiyalik jangchining ushbu vazn toifasidagi kelajakdagi muvaffaqiyatiga shubha bilan qaramoqda. U qilish kerak bo'lgan ishni qildi, lekin uni avval hech qachon bo'lmagandek sinovdan o'tkazishdi. Bu og'ir jang bo'ldi. Garchi u yetarlicha ishonchli ustunlik bilan g'alaba qozongan bo'lsa-da, biz islomni ma'lum bir darajadagi nazorat va ustunlikni namoyish etishga o'rganib qolganmiz. Bu yerda esa o'zidan yirikroq yigitga qarshi kurashda bu narsa yetishmayotgandek tuyuldi. Uning yarim o'rta vaznga o'tishidan keyingi asosiy savol ham shunda. U yerda Morales kabi juda yirik yigitlar bor. Agar u ular bilan jang qilsa nima bo'ladi? Gabaritlardagi farq Yangari bilan bo'lgan jangdagidan ham kattaroq bo'ladi. Machado 8 burchakdagi 10 ta g'alabasidan faqat 3 tasida muddatdan oldin erishgan. Morales esa o'z yo'lida uchragan, barchani yakson qilgan Carlos Partes qotil. U shunchaki oldinga boradi va raqiblarini bir zarba bilan nokautga uchratadi. Yen bunday jangchi emas, u hisob-kitobli va juda texnik zarbachi, lekin unda yadroviy kuch yo'q. Carlos Partesga esa yadroviy kuch bor. Michael Moralesda ham, ularning ikkalasida ham juda yirik yigitlar, dedi Jo Rogan o'z podkastining navbatdagi sonida. Shularni inobatga olgan holda Rogan rossiyalik sportchi uchun chempionlik himoyalari bo'yicha rekord o'rnatgan yengil vazn toifasiga qaytish oqilona bo'lishini ta'kidladi. Bundan tashqari islom uchun bularning barchasi qanchalik qimmatga tushayotgani, bu yirik va kuchli yigitlarni parterda ushlab turish uchun qancha kuch sarflashi kerakligini katta farq bor. U Dustin Poirier va Charles Oliveira bilan janglarda nima qilganini qarang. U parterga olganda raqiblarini shunchaki ezib tashlaganda. Yengil vazndagi islom bilan yarim o'rta vazndagi islom o'rtasidagi farq shunda. Men uning nimalar erishmoqchi ekanligini tushunaman, lekin agar men uning burchagidagi bo'lganimda balki yengil vaznga qaytishimiz kerakdir degan bo'lardim, deya qo'shimcha qildi Jo Rogan. Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Islom Maxachev yarim o'rta vazn toifasidagi janglarni davom ettirishi kerakmi yoki Jo Roganning aytgan gaplariga amal qilib o'zining yengil vazn toifasiga qaytgani yaxshiroqmi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha Qadrli do'stlar, endi asosiy xabarga ham yetib keldik. Shohijahon Ergashev Shahram G'iyosovning gaplariga javob qaytardi. Prof bokschimiz Shohijahon Ergashev boshqa bir charm qo'lqop ustamiz Shahram G'iyosovning gaplariga javob berdi. Uning gaplari: "Senga kel, jang qilamiz deb televideniyada orqali to'g'ridan to'g'ri aytdim. Qochmasdan urushish kerak. Shunda ko'ramiz kim kuchli ekanini. Mayda gapning nima keragi bor? Yaqinda boksni tashladim deb aytsa ham hayron qolmayman", deb fikr bildirgan hamyurtimiz Shohijahon Ergashev. Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Shohijahon Ergashev mana shunday viziflarga Shahram G'iyosov shunchaki Shohijahon Ergashevga qarshi jang qilishni istamasligi to'g'risida aytib o'tgandi Shahram, lekin Shohijahon Ergashev mana bu gaplarni yana boshqatdan gapirdi. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Bu jang bo'lishi mumkin va agarda yana revansh jang tashkillashtiriladigan bo'lsa, qaysi jangchimiz g'alaba qozonishi mumkin? Shohijahon Ergashev yoki Shahram G'iyosov? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.
barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Mana do'stlar, bugungi dasturimiz xudo mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Uzbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.